O'zbekistonda tadbirkor bilan targetolog endi ish boshlashayotganda ko'pincha ushbu xatoga yo'l qo'yishadi. Bu xato juda ham oddiy. Ushbu muammoni deb ko'p vaqtini, pulini bekorga sarflashadi. Bu muammo qanaqa muammo, nima yechim qilish kerak, o'zi qayerdan kelib chiqadi, batafsil bu videoda tushuntirib o'taman. Bundan oldin o'zim haqimda tanishtiradigan bo'lsam, ismim Saidbek, targetologman. Shu paytgacha 4 yildan buyon har xil turdagi tadbirkorlarga mahsulotini, xizmatini sotishda yordam berib kelamiz va endi eng muhimi tadbirkor bilan targetologning o'rtasidagi muammoga keladigan bo'lsak, tadbirkor aytadi, targetologga bitta videomiz bor, o'shanga target yoqish kerak deydi. Neopitniy targetolog nima qiladi bu holatda? Hop deydi, yoqishni biladi, qanaqadir texnik taraflarni faqat yoqishni biladi. Va qarabsizki, target yoqilgandan keyin na murojaat bor, na mijoz oqimi bor, na bir qanaqa sifatli zaifliklar bor. Xullas kalom, puli havoga uchadi va nol rezultat bo'ladi. Undan oldin qilish kerak bo'lgan bir nechta ishlar bor. Buni hech kim inobatga olmaydi. Chunki tadbirkor ham hali targetolog bilan ishlab ko'rmagan, targetolog ham nima so'rash hali bilmaydi, faqat yoqishni biladi. O'shaning uchun natija nolga teng bo'laveradi. Undan oldin qilish kerak bo'lgan bir nechta ish bor. Tadbirkorni birinchi o'chirda nima xohlayotganini aniqlab olish kerak. Misol deylik, taniqlilik xohlayaptimi uslovni, sifatli murojaatlar oqimini so'rayaptimi, sotuvni xohlayaptimi, o'shalarni inobatga olish kerak. Ikkinchidan, mijozni mahsulotini yoki xizmatini kim sotib oladi, qanaqa turdagi mijozlar sotib oladi, uni kutuvlari qanaqa ehtiyojlari bor, qanaqa qo'rquvlari bor. Как minimum mana shu 3 ta 4 ta kriteriyalarni inobatga olib taklif yaratadigan bo'lsanglar va undan keyin video syomkalar qiladigan bo'lsanglar, ancha samaradorligi oshadi. Misol tariqasida biza bitta hozirgacha ishlab keladigan mijozimiz bor. 2,5 yildan beri ishlab kelamiz Sanuzil mebel yo'nalishida. Ya'ni bu mijozimizga nima qilingan? Biza oldin reklama yoqqanmiz, o'zimizning taxminlarimizga asoslanib avvalambor xohish ehtiyojlariga asoslanib target yoqqanmiz va bizni holatda mijozimiz ko'pincha garantiyani xohlar ekan. Ya'ni garantiyaga urg'u berib syomka qilganimizdan natija bo'lar ekan. Sizni holatingizda ham ushbu narsalarni, xohishlarni, og'riqlarni, qo'rquvlarni inobatga olib syomka qiladigan bo'lsanglar, qo'rquvlariga, xohishlariga nima kiradi o'zi, o'shalarni inobatga olib syomka qiladigan bo'lsanglar va uni test qilib reklama qilganinglardan keyin aniq bo'ladi, o'zi mijozinglar nima xohlayapti. Va o'shandan kelib chiqib syomka qiladigan bo'lsanglar, keyin target yoqsa bo'ladi. Keyin target etapiga o'tsa bo'ladi. Target o'zi qanaqa ishlaydi deb tadbirkorlar savol berayotgan bo'lsa, o'sha boyaga bundan oldingi aytgan etaplarni qilib olganingizdan keyin, video syomkalarni qilib olganingizdan keyin target yoqiladi. Target o'zi nima qiladi? Bu yerda sizni pulingizni mana shu olgan videolaringizga sarflab ko'radi. Qaysidir video, masalan, bu holatda 5 ta video ko'rsatilgan, misol deylik. Bu holatda lekin aslida ko'p olingan. 5 tasidan deylik pulingiz sarflayapti va 5-chidan 3-videoyingiz qanaqadir samara beryapti. Ya'ni murojaat olib kelyapti, telefonlar bo'lyapti va qarabsizki, sizning pulingiz faqat algoritm bo'yicha target faqat shunga sarflaydi va o'shandangina sizga natijalar olib kelishni boshlaydi. Lekin birinchi holatda endi menimcha farqiga bor deylar. Bu yerda na ehtiyoji, na xohishlari inobatga olib syomka qilinmagan bo'lsa, natija hamisha nolga teng bo'ladi. Aksar holatda bu birinchi holatiga keladigan bo'lsak, mana bunaqa mahsulotim bor, sotib olinglar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin deb qo'pol qilib aytgancha jaydarcha syomka qilingan bo'ladi. Hech narsasi inobatga olinmasdan va bu holatda na targetolog ham neopitni tushadigan bo'lsa, sizni pulingiz havoga uchgan bo'ladi. Va o'ylaymanki, albatta ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa va sotuvlaringizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sizni yo'nalishingizni o'rganib chiqqan holatda, takliflaringizni, unikal taraflaringizni o'rganib chiqqan holatda takliflarni yaratishda yordam beramiz, savdolaringizni oshirishda yordam beramiz. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, ushbu aytib o'tgan как minimum bitta ikkitasini qo'llaydigan bo'lsanglar, albatta rezultat olasizlar. Va agarda bu rezultatlarni birgalikda erishmoqchi bo'lsanglar, video ostida havola qoldiraman, silka, o'sha havola orqali kirib ma'lumotlarni to'ldiradigan bo'lsanglar, biz sizga qayta aloqaga chiqib, yo'nalishingizni, mahsulotingizni yoki xizmatinglarni o'rganib, taklif yaratishda va avvalambor savdolaringizni oshirishda yordam beramiz. Video ostida havolaga o'tib, arizani to'ldiring.